Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Limon qancha bo'ldi aka? 38. Ha, hurmatli obunachilar, limonlar 38 ming bo'lib qoldi. Noklar aka? 20 ming. 20. Eronlar qancha? 18 ming. 18 ming. Mana pomidorlar, shu go'zallar, juda chiroyli narsalar, sifatlilar dedi. Qancha aka bular? 22 ming, 22 ming, 25 ming. Bir qo'rg'on bozoriga kelaverasizlar mana. 25 ming. Bu choy kattasi 30 ta. 20. Bodring qancha aka? 25 ming. 25 ming. Mandarinlar qanchadan? Hozir 10 ming. Men optim ko'proq olishga qancha qilib beryapsiz? Nimada? Pomidorlar. Bular ko'proq olsa 21 ming. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Bodringlar qancha bo'ldi? 24 ming. 24 ming qilib beryapsiz, ha? Pomidorlarchi bular? 30 ming, 30 ming, 24 ming, 20 ming. 20 ming. Noklar 18, Mandarinlar qancha? 14 ming, Bananlar qancha bo'ldi? 24 ming. Bananlar 24 ming, arzon joyida. Tekrar aldık ya. Kilo qancha? 25 ming. Medovkachi? 24 ming. 24 ming so'm. Qancha Apelsin, olacak? apelsin qancha bo'ldi? 15 ming. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qancha bo'lyapti olma? 8,5 ming beramiz. Nargi 8 ming. 8 ming, 8 ming. Hurmatli obunachilar. Kuzatib o'tganlar mana aka. Uzumlar qancha bo'ldi aka? 22 ming, 20. 22 ming, kattasi 20 ming. Yashikka aka bular. Necha kilo ketadi bitta yashik? 7 kilo. 7 kilodan ketadi. 10 ta ekan. Aka, hormang, yaxshimisiz? Xurmolar qancha bo'ldi aka? Mola 11 ming. Necha kilo ketadi bitta yashikdan korobga? 6,5 kilo, 6 kilo. 3 kilo, 6,5 kilo. Hormang aka, uzun. Aka, sizdan bilan uzunlar qancha bo'ldi? Bular 18 ming. 18 ming. Buchi? Bular 30 ming beradi. Bu Mers, ha, adashmas. Ha, Mers. Mers. Aka, necha kilo olibdi? 6 kilo, 6,5 kilo. Dastlabki xizmat bormi shaharda? dastlabki yo'q. Yo'q, ha. Yerqo'rg'on bozoriga kelaverasizlar. Akalar, ukalar, xudo xohlasa mana. Telefon nomer qoldiramizmi aka? Telefonlash kelishadi. Qoldiramiz. Ayting. 33lik 33lik 076 076 0403. 0403. Mana kelaverasiz, telefonlash arzon qidiradi. Rahmat aka. Bular nechi pul? Bular ham 3 ta kamlarda oladi. Bular ham 30 ming mana. Mana aka. O'zi bilgandek turibdi. Aka, nomi nima edi bularni? Shoxona bu Husayn. Faqat tortga. Tortga bular. Bular necha kilodan aka yashiga? Bular 4,5 kilo. Bitta yashiga, ha? 4,5 kilo. Bular olmam deyman, ha? Olmalar qanchadan bo'ldi? 12 ming mana optim joyidan, arzon joyidan. Noklar qancha aka? 12 ming. Bananchi? Bo'lish, ha? Qarab kel. Mana 24 ming banan arzon joyiga kelaverasizlar. Mana arzon bo'lib qoldi. Yerqo'rg'on bozoriga. Dastlabki xizmati bormi aka? Qarshini bu joyda dastlabki qilib berasiz, ko'proq olgan, ha? Telefon nomer qoldiraylik. 97lik 585 22 Hurmatli obunachilar, anorlar qator keldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Qanchadan bo'lyapti anorlar aka? Anorlar juda chiroyli ekan. 28 kattalarimi? Bular-chi aka? 22. Kiloga sotaverasizmi, optimga, yashikka? Kiloga sotilaveradi, ha aka? Qancha ketamiz bitta yashik mana? 10 kilo ketadi, ha? Hurmatli obunachilar, mana anorlarni juda sifatli, chiroyli, zo'r joyi. Yerqo'rg'on bozoriga kelaverasizlar, xudo xolasa. Bular qanchadan aka maydalar? Maydalar 20 mingdan aka. Arzon joyida. Bular-chi aka? Bular 30 mingdan, ha? Ta'mi qanday buni? Shirin, ha bu. Bu nordon, ha? Bular ham shirin, ha?
Vargazakimi endi bular? Varganza anorlarmi? Argaza, Surxondaryo. Surxondaryo, Varganza. Kelaverasizlar, xudo xohlasa, Yerqo'rg'on bozori.